Hey boy. Oye, endi men qabul qilindim. Endi men idor bo'la olaman. Oye. Iltimos yutgan bo'l, iltimos. Hey boy. Qo'shilaman. Boshlamasdan kimdir o'sirib yubordimi? Men qilmadim. Senmi qilding? Uyamas ekan. Qizlar, videodamiz shekilli. Yaxshi palakat qildik. Hech narsa bo'lmaganda kulinglar. Ish qilib shu joy ko'cha iskachat qilinmasin. Hali birinchi kundanmi? Nimaga man? Nimaga yig'laysan? Boshimda qushqir qildi. Hamda vojiga boradiganimni o'rgangan birinchi kunimda. Sana vojiga qo'shildingmi? Mana. Xafa bo'lma, boshimni qushqir qilishi bu omad degani. Kechirasiz, gapirganinglarni eshitib qoldim, lekin boshni qir qilishi bu omad degani emas. Keyin bu yolg'on. Salom Majini. Boshqa narsa deymanmi? Mayli. Yaxshimisan? Boshingga bo'ldimi? YG'ga xush kelibsiz. Sizlarga atrofni ko'rsatishim kerak. YG'da 1 yildir stajyerman. Kimda savoli bor? Savol yo'qmi? Mayli. Ketishimiz mumkin. Bu birinchi raqs zali. Bu esa ikkinchi raqs zali. Lekin bu yerda arvohlar bor deb aytishadi. Bo'lmagan gap. Bu aktyorlik studiyasi. Bu yerda kim ishlamoqchi? Hech kimmi? Bu esa gitara va piano studiyasi. Bu vokal studiyasi. Bu esa rap studiyasi. Qaraman deb bu ham ishlar yo'q. Men bu qizni rapim bilan kaltaklayman. Bu kambeklarni kechiktirish studiyasi. Bu esa sevish mumkin emas studiyasi. Nimasi kulgili? Hech narsa. Bu esa jazoxonasi. Agar kim bilan urushib qolsang, bir kun shu yerda qolasan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu joy stalovoy. Bu yerda ham ko'p narsa hayal qilmanglar. Faqatgina yashil narsalar va İçinde çok çalışmadıysanız Temiz bo'lmasliklari uchun ba'zan faqatgina zotlarga ruxsat bor. Bu yer esa sport zal. Bu yerda ko'p vaqtlar o'tadi, shuning uchun yaxshilab qaranglar. Chunki ko'p vaqtlarni o'tkazadilar shu yerda. Yiqilib tushmaslikka ahamiyat bering. Bu menga bitta narsa demoqchimi bo'ldi yoki menga shunaqa qilyaptimi? Bu yer esa oshxona. Ko'p xayollar qurmaylik. Nima qancha ko'p yesanglar sizlarga kilo bo'lib qaytib keladi. Qaytaga kirish kerak bo'ladi. Lekin to'g'risi hozirdan boshlash yaxshiroq. Men bu
repim bilan kaltaklayman. Jini, sokinroq bo'l. Agar asabing bozilsa, jazoxonasini eslab qol. Qachon kelasizlar? Mani ko'p ishim bor. Sizlarga o'xshab ko'p vaqtim yo'q. Jazoxonasi. Bu sizlarni qoladigan xonanglar. Sizlar qoladigan ikkinchi xonanglar. Oranglarda birga kelishib olib, kim bilan qoladiganini kelishib olinglar. Soat 6da YG sizlar bilan ko'rishmoqchi. Kech qolmanglar. Bo'lmasam birinchi qoidani buzgan bo'lasizlar. Savol bormi? Savoli bo'lgan yo'qmi? Mayli, xayr. Shunga kech qolmanglar. Bo'lmasam birinchi qoidani buzgan bo'lasiz. Tanishaman qizlar. Man Jisu, man Chaeyoung, man Lisa, man Jenny. Kim bilan qoladi? O'shani kelishib olishimiz kerak. Dan Ziki o'ynaylik. Bo'ladi. Dan Ziki.